Hamma sezgan bo'lsa kerak, IT yo'nalishida AI qirg'ini boshlandi. Agar siz faqatgina kod yozishni o'rganadigan bo'lsangiz, demak siz xaftasiz. Sun'iy intellekt bugun oddiy junior dasturchining ishini bir necha soniyada bajarib, uni bozordan chiqarib tashlayapti. Lekin vahimaga o'rin yo'q. Ushbu videoda siz AI davrida nafaqatgina ishsiz qolmaslik, balki 6 oy ichida AI sizga dushman emas, balki super kuch bo'ladigan eng talabgir kasbga o'tishni bilib olasiz. Bugun biz AI qaysi IT yo'nalishlarini yeb bitirishi va qaysi soha vakillariga rekord darajadagi maoshlar olib kelishini ko'rib chiqamiz. O'zimiz haqimizda qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsak, Map Akademiya O'zbekistondagi faqat data yo'nalishiga ixtisoslashgan yagona akademiya bo'lib, Microsoft kompaniyasining rasmiy hamkori hisoblanadi. Hozirda o'quvchilarimizning 80% dan ortig'i xalqaro va mahalliy kompaniyalarda ish faoliyatini yuritadi. Bular ichida hatto Microsoft va Amazon kabi gigant kompaniyalar ham bor. Ko'pchilik 4 yil universitetda o'qib, endi ishga kiraman degan vaqtda AI hamma narsani egallay olayotganligiga guvoh bo'lyapti. Lekin bu ularning aybi emas. Dunyo shunchaki tez o'zgaryapti. Bugun bozorga shunchaki kod yozuvchi mutaxassislar emas, balki to'g'ri qaror qabul qiluvchi aqlli mutaxassislar kerak. Sun'iy intellekt va data analitika bugungi kunda eng tez rivojlanayotgan sohalardan hisoblanadi. Ko'pchilik AI data analitiklarning o'rnini bosadi deb o'ylaydi. Ammo amalda AI data analitiklarning ishini tezlashtiruvchi vosita sifatida ishlatiladi. Masalan, AI bir necha soniya ichida katta hajmdagi ma'lumotlarni analiz qilishi mumkin. AI faqat unga berilgan ma'lumotni ko'ra oladi. Agar AI ga xato ma'lumot berilsa, natija ham xato chiqishi mumkin. Masalan, do'konning o'rtacha oylik savdosi $10,000. Lekin kimdir hisobotga adashib $100,000 qilib kiritib qo'ydi. AI bu natijani ko'rgandan keyin, "Meni savdolarim juda ham oshib ketdi" degan xato xulosaga keladi. Data analitik esa bu g'alati ma'lumotni ko'rib, uni tekshiradi va xatoni aniqlaydi. Shuning uchun kelajakda AI va odamlar birga ishlaydi. AI hisob-kitob va takrorlanadigan vazifalarni bajaradi. Odam esa ma'lumotni tahlil qiladi va to'g'ri qaror qabul qiladi. AI ni bitta mashina qilib tasavvur qiladigan bo'lsak, data uning yoqilg'isi hisoblanadi. AI rivojlangan sari data ham ortadi va data bilan ishlovchi mutaxassislarga talab yanada oshaveradi. AI qirg'inidan omon qolishning yagona uslubi bu tahliliy fikrlash va yangi texnologiyalar bilan ishlash ekanligini tushundik. Lekin bu bilimlarni YouTube videolaridan o'rganish juda ham ko'p vaqt talab qilishi mumkin. Qisqa muddatda yaxshi natijaga erishish uchun sizga bu yo'lda aniq ishlaydigan tizim kerak bo'ladi. Agar siz ham kelajakda talabi katta bo'lgan mutaxassis bo'lishni xohlasangiz, sizga aynan shu tizimni o'z ichiga olgan data analitika kursimizni taklif qilamiz. Kurs davomida ishga kirgan birinchi kuningizdan boshlab duch keladigan 1000 ta muammolarga yechim sifatida yozilgan roadmapni olasiz. Bu ishda qoqilmasligingizni ta'minlaydi. Ishga kirganingizdan keyin sizni nafaqat mentorlar, balki senior mutaxassislar ham qo'llab-quvvatlaydi. Savolingiz bormi? Hamjamiyatimizda har doim javob bor. Ishlaysizmi yoki o'qiysizmi, uni farqi yo'q. Darslarimiz kechki soat 19:00 dan keyin ham bor va ularga siz ham onlayn ham offlayn qatnashishingiz mumkin. Agar sizga ham bu soha qiziq bo'lsa, hoziroq video ostidagi havoladan ro'yxatdan o'ting, o'zimiz sizga aloqaga chiqamiz.